Normal savol. Yo, normalniy savol bering, bo'ldi. Iste'dodmi yoki intizom? Yo, ikkalasi ham emas, короче. Men o'xshayman. Assalomu alaykum. Bugungi 10 talik blitz savolimiz aktyor Umidjon Sobirovga. Tayyormisiz? Tayyor. Birinchi savolimiz aktyorlik iste'dodmi yoki intizom? Iste'dod, ya'ni talant. Ikkinchi savolimiz bir so'z bilan ayting. Aktyorlik siz uchun nima? Kasb. Keyingi savolimiz qaysi rolingiz sizni o'zgartirgan? Men 2022-yil Umid serialiga tushganman. Ana o'sha serial menga yoqqan, obrazi yoqqan, ya'ni bolani xarakteri ajoyib. Ham yaxshi tarafga, ham yomon tarafga. Yomon tarafga qanaqa? Tomoshabinlarimizga ozuqa beradigan, ya'ni ibrat oladigan joylar bor. O'sha bolani xarakterida, ya'ni qilayotgan ishlari. O'sha ko'proq yoqqan. To'rtinchi savol eng yoqtirgan va esda qolarli loyiha. Reklamalarning syomkasi. Atmosferasi juda ham yoqadi. Juda ham ko'pchilik bo'ladi. Xullas, u atmosferani ta'riflab bo'lmaydi. U yerga bir marta borgan yaxshi. Borib ko'rsangiz, mazza qilasiz. Beshinchi savol eng yaxshi ko'rgan erkak va ayol partnyoringiz. Erkak partnyorim yo'q. Endi yoshroq yigitlardan bo'ladigan bo'lsa, Shohrux Hamdamov ayta olaman. Endi ham o'zim, akam, yaqinim, birga partnyor bo'lganimizda bir-birimizdan eshitamiz. Men yaxshi eshitaman, masalan. Ular shundoq ham itak yaxshi eshitadilar. Men ham eshitaman. Bir-birimizdan eshitib yaxshi ishlab ketamizda. Ya'ni orqadan kimdir suflyorskiy so'z berib turish shart emas deb o'ylayman bizga bunchalik. Ayol aktrisalardan, ayollarimizdan Muqaddas Xoliqova ko'p onamni ijro etganlar rollarni. Ularni yaxshi ko'raman. Yoshroq aktrisalardan yo'q. Keyingi savolimiz mashhurlik sovg'ami yoki sinov? Mashhurlik sinov sinaladi odam. Qanchalik olib boradi, bu mashhurlikni ko'tara oladimi, yo'qmi? Yettinchi savolimiz rejissyor yoki ssenariy, qaysi biri muhimroq? Ssenariy muhim. Serial yoki kino? Kino. 8-chi savolimiz o'zingizni tomoshabin qanday qabul qilishni istagan bo'lardingiz? Oddiy inson, juda ham oddiy va oddiy aktyor sifatida qabul qilishlarini xohladim. Orzuyingizdagi rol? O'sha bir paytlar Heath Ledger degan aktyor bo'lgan. Joker o'ynagan. Joker o'ynagan. Ana o'sha rolni ijro qilish meni orzuyim. Bitta orzuyim o'sha. So'nggi savolimiz endi boshlayotgan aktyor aktrisalarga 3 ta maslahat beruvdik. O'qish kerak, ko'proq film ko'rish kerak, ko'proq tinglash kerak. Hayotiy tajribaga ega bo'lgan insonlardan har xil o'gitlarni eshitsa, odam o'ziga yaxshi xulosa chiqaradi deb o'ylayman. Ishtirokingiz uchun kattakon rahmat. Keyingi aktyor yoki aktrisa kim bo'lishini istasangiz, izohlarda yozib qoldiring. Salomat bo'ling.